Abdullayev, tabriklayman, qiz farzandli bo'ldingiz. Bu xotinning bitta o'g'ilni ham eplab tug'olmaydi. Bu nima deganingiz? Qiz bola farzand emasmi? Siz aralashmang. Tamam, o'g'lim ajrashadi, boshqasiga uylanadi. 4 ta farzandi bor oilani ajrashtirib yuborasizmi? Baraka topkurlar, qiz farzand ko'rish erkak kishidan aslida. Chunki ayollar tuxum hujayrasi faqat X xromosomadan iborat bo'ladi. Erkaklarning spermatozoidi esa 2 xil xromosoma, ya'ni X xromosomalik yoki Y xromosomalik bo'ladi. Agar X xromosomalik spermatozoid tuxum hujayrani borib urug'lantirsa, demak, undan qiz farzand dunyoga keladi. Agar Y xromosomalik spermatozoid tuxum hujayrani borib urug'lantirsa, undan tug'iladigan farzand o'g'il bo'ladi. Baraka topkurlar, bu hammasi erkakka bog'liq bo'lgan holatlardir. Bunda zinhor ayol kishining aybi yo'q. Keyin yana bir eslatma, jins tanlashning faqatgina eko muolajasi yordamida tanlashimiz mumkin. Lekin natijasi yolg'iz Parvardigordan.